kitoblarni o'qish va kitoblarni o'qish deylik, ichidan mazmun olish shu to'g'risida. Man nimadan boshladik dedik? Yaponiyada 2011-yil Yaponiyada har bir metrodan chiqayotganda har bir stansiyada kitob magazini bor. Kichik kitob o'qiydi, hammasi kitob o'qiydi. Keyin qaytib O'zbekistonda shu Book Cafe'ni qilayotganda kitob sotib olish uchun qarasam bitta kitob magazin edi. Bittasi ish shaharda o'zbek kitoblari, bittasi rus va shu nima ko'chasi edi bu, Zhukovskiymi? Azimov ko'chasida. Keyin Yapondan so'radim, shu kitob Book Cafe ochmoqchiman desa, qancha kitob magazini bor? Men aytdim, shu 3 million aholida kam, lekin juda ham kam desam, bir 200 ta bormi atigi dedi. Hattoki bitta men uyaldim, haqiqatda gapirish, yo'q 50 ta deb qo'ydim, yolg'on qilib. Endi bizda tezis kelyapti, o'sha paytda umuman kitobni hech kim, bu degani bozor iqtisodiyoti-ku, sпрос предложение. Hech kim kitob o'qimayapti. Haqiqatda metroga boshqa kirsam kitob o'qimayapti. Endi hozir kitob ko'paydi. Kitob magazinlari, mana atrof muhitida kitob hamma joyda, yoshlar ittifoqi, telefonda kitob, telefonda hamma joyda. Endi mana shu yosh bolalarga internet, social, Facebook, Instagram, TikTok bo'lgan paytda qanaqa qilib kitobga muhabbat uyg'otsa bo'ladi? Siz aytgan tezis. Kitobni qanaqa qilib to'g'ri o'qish deganni men birinchi marta hozir eshitishim. Qanaqa bu kitob to'g'ri o'qish? Birinchidan kitobga bolalarni qiziqtirish. Bu birga kitob o'qish. Mana o'sha yana kichkina qizim juda ham sho'xida, nima qilmasdi. Hech kitob o'qishga ishqibotchiligi yo'q edi. Bilmayman necha yosh ekan, shu 6-7 yosh bo'lsa kerak. Nimani bu qanday qiziqtirsam bo'ladi deyapman-da, endi shu institutni bitirgan paytimni, yoz payti o'yladim, eng qiziqarli kitob bu G'ofurg'ulom Tushunbola kitobi. Juda ham jonli, ajoyib yozilgan, tili ham zo'r. Tushunbolani oldimda bir qator o'qiymiz, tashqariga chiqib keladi deydi. Bitta abzas o'qiymiz birgalashib, dada men hozir deydi, bir kuni bitta abzasni tugatdi-da, nima qilib, yana o'qiyapmiz, o'qimoqchimiz birgalashib, Ma'rifatxon degan qo'shni qiz bor o'rtag'i. Begimxon o'ynagani chiqasmi? U yuragi gupillab urib ketyapti. Dada 5 minutga mumkinmi? 5 minutga dedi, ko'chaga chiqib o'ynab kelmoqchi. Bo'pti dedim, 5 minutga bo'lsa chiqib kelaver dedim. Chiqib ketdi. 2 soatdan keyin hamma yo'g'ichang, men bitta terlar oqqan. Men qarab turibman-da, ha desam 5 minut o'tib ketdim dada deb qo'yadi. Keyin kallamga keldi, 5 minut vaqtda farqiga bormaydi hali bola. Mana shunaqa qilib yurib, nima qildim? Lekin kitob o'qiyotganda o'sha 5 minut 2 soatda tuyulgan. Ko'chada 2 soat, 5 minut tuyulgan. Mana shunaqa qilib o'rgatildik. Endi eng ko'p kitob o'qiydigan o'sha Begim. Endi xo'p, kitob ekan deb kitob beryapsiz-da bolaga. Men o'zim o'sha nimasini ro'yxatini qilganman, o'zbek adabiyotida nima o'qish kerak, keyin ular kitob o'qimasdan oldin mendan so'rashadi, dada bunday kitob o'qiyapman, nima? Men aytaman, ha bu kitob bunday kitob, bunday narsalarga e'tibor berib o'qigan. Keyin boshqa biror ortiqcha bunday narsa kutma, bitta shunaqa kitob. Nima degani e'tibor bergan? Mana misol uchun o'tgan kunlarda berdim, Mehrobdan Chayon. O'shda odamlarda bir-biriga munosabatlar qanday? Necha yoshda bergansiz o'tgan kunlarda? Shu 12-13 yoshlar bo'lsa kerak-da. Chunki meni fikrim, bizda rus maktabida o'qiganmiz, Dostoyevskiyni 14-15 yoshda o'qitish nihoyatda bir xato deb bilaman-da. Bizda chunki yoshidan boshlab birinchidan 90% ni tushunmaymiz. Qanday insho yozish kerak ustida. Tolstoyni berib qo'yadi, Vayna и mir-da. Uni o'zi o'qish ham bunaqa. Uni katta bo'lganda boshqachasiga o'qisa bo'ladi. Lekin qayta o'qishgan narsalarda. Lekin siz 12 yoshda, 12-13 yosh bo'lsa kerak, aniq esimda yo'q. Lekin o'sha paytda, qaysidir paytda berganman, shu aqli nima bo'lgan paytda berganman.
ungacha o'sha ertaklar, o'sha fantastika Jules Verne anavi nima Xudoybek To'xtaboyev Sariq devnimani hammalarini Garri Potterni 8 kitobi ishqilib shunaqalarni o'qigan ular. Ham o'zbek, ham rus tilini mukammal bilishganda. Ha? Qaysi tilda o'qishgan? Yo, boshida o'zbek tilida bo'lgan. Undan keyin haligi rus tilini o'rganishgan. Undan keyin ingliz tilini o'rganishgan. Hozir o'zbek, ingliz, rus tilida farqi yo'q. Bemalol gap.